Hamma bu narsani juda ham yaxshi biladi. Anime ko'rayotganingizda agar ovoz rasvo bo'lsa, hissiyotlar uyoqda tursin, nima ko'rayotganingizni ham tushunmaysiz. Animelarni sifatli o'zbek tilida tomosha qilishni xohlaysizmi? Bunday bo'lsa, anibla.uz platformasiga tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yerda animelarni sifatli kadrlarda va eng muhimi o'zbek ovozlarida tomosha qilasiz. Barcha ma'lumotlar video ostida bo'ladi. Hammaga salom. Avatar Aang haqidagi afsona multserialini hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Hozirlar bilan birga filmi chiqyapti shuni. Shu filmni treylerini tomosha qilamiz, bunga reaksiya qilamiz. Boshlaymiz. Shows of all time. Grafika boshqacha. I'm the last airbender. Men oxirgi havo sehrgariman. You may be the last airbender, Sen oxirgi havo sehrgari bo'lishing mumkin. but you're not alone. Lekin sen yolg'iz emassan. Basansay. I'm the Avatar. Aang I found allies from Sokka. every nation. o'yinni And grafikasi together, to'g'riyapti. we ended the 100 Olov xalqi bilan urushyapti hali ham. Yo, eslayapti bu year yoqda. war. Aang, because of you, all of the nations live together. Chunki sen barcha davlatlarni nimadir qilding. In peace and harmony. All except mine. Hammasi mani. An airbender. My senses tell me Havo sehrgari. Muzda qolgan havo sehrgari. this guy is pretty attractive. What does attractive even mean? Just give me a straight confirmation. Is he attractive? He's very attractive. Huh? What? He is. It's all in the bone structure. Kim bu? Aang, you and I can heal the past. Havo sehrgarimi yoki avatarmi? Tatuirovkalari bor. And together, we can build a new world. Welcome to Team Avatar. Avatar jamoasiga qabul qilishdi buni. How many countless were killed in the 100 years waiting for his return? Lekin. If we want anything to change, Kimlardir bilan ishlashayapti. we need what the benders have. Ninjalar. Power. Qanaqadir kuch. This isn't the way. We can bring back Nima? balance. Bor. Peace. I promise you I'll fix it. Editlardagi kadr. We'll Stop. fix it. Katara. Together. Birgalikda. Top. Katara mana yana. Sokka. Zuko. Aang. Avatar Aang so'nggi havo sehrgari. 25-iyuldan men bu videoni hozir 21-iyulda zaps qilyapman. Biroz men kechikdim. Treyler adashmasam bir haftalar oldin chiqqan. Lekin treyler qiziqarli. Men treylerni ko'rganim yo'q edim, lekin editlarni ko'rgan edim. Ya'ni treylerdan olingan editlarda va haqiqatda aytadigan bo'lsam, bu film hozirda internetga tarqab ketgan. Buni crack qilishganmi yoki bilmayman Paramount saytiga buzib kirishganmi? Tarqatib yuborishgan bu filmni. Hozir internetda qidirib topsa bo'ladi, lekin kerak emas. 25-iyulda rasmiy chiqadi, o'shanda ko'rsa bo'ladi. Men aynan mana shu rasmiy chiqishini kutib, buni tomosha ham qilganim yo'q, crack joylardan olib, treylerini ham ko'rganim yo'q. Faqat 2 dona shu to'fta editini ko'rganman. Treylerni qaytadan ko'ramiz va kadrlarni tushunishga harakat qilamiz, tahlil qilamiz xullas. Men oxirgi havo sehrgariman deb adashmasam men bu yoqda Aang aytdi 2-3 marta. Bu degani Aangni bu narsa qiynayapti. Aangni bu narsa qiynayapti, oxirgi havo sehrgari ekanligi va Katar uni yupatishga urinayapti. Sen oxirgi havo sehrgarisan, lekin biz birgamiz-ku deb. I'm the Avatar. I found allies from every O'sha gap. Men bu eslashyapti, lekin grafikaga qaranglar. Qanaqadir o'yinni grafikasini bermayaptimi sizlarga? Juda boshqacha grafika. To'g'ri multserial baribir 10 yilmi, 20 yil oldin chiqqan. Xo'p, men bu yerda 4 ta davlat, 4 ta xalqning bayrog'i birga osilgan. Balki
birlashgandir hammasi. Bitta davlat hosil qilgandir yoki qanaqadir bitta BMTga o'xshagan tashkilot. Hamma davlatlarning o'rtasidagi aloqachi deydimi? Harmony. I'll accept. Va muz orasidan yangi havo sehrgarini topib olishdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu havo sehrgari kim? Yoki avatarmi bu? Izohlarga yozsanglar bo'ladi fikringlarni. Men o'zim streamdaman deb o'ylab sal shunaqa gapirardim. Okey. Va bitta narsani senses tell me- sezyapman. Ang juda xursand. Ang juda xursand men bu havo sehrgarini topganidan. Chunki u yolg'iz edi, o'sha yolg'izlikni his qilayotgandi. Geroylarning ko'rinishiga bitta e'tibor berib olaylik-da. Katara o'zi multserialda ham ulg'ayayotgan qiz edi. Nima deydi? Mas'uliyatni bo'yniga olgan qiz edi-da. Bu yerda ham xuddi shunaqaga o'xshayapti. Bir hammaga yordam, yupatish, u yoq bu yoq. Ang esa endi ulg'ayapti. Endi men bu yolg'izlikni his qilyapti, turdosh. O'zini xalqidan oxirgi ekanligi shunga o'xshagan narsalar. Sokka o'sha. Zuko qanaydir nima deydi? Boshqacha o'zgargan, juda o'zgargan. Yaoiga o'xshab qolgan. Tofga gap bo'lishi mumkin emas. Men bu kadrlar qani? Tofda alohida kadrlarni ko'rsatishdi-yu. Mana. Tof o'zini metal temir boshqaruvchilar maktabini ochgan. Ko'rishinglar mumkin. Men bu ekranda Tof bularga dars o'tyapti va 4-5 kishiga qarshi jang qilyapti. Men mana shu joyni editlarda ko'rganman. Qo'llari bog'liq holatda 4 tami 5 ta shogirdini bir o'zi yengadi. Xo'p, keyin qaranglar, mayli. Qahramonlarning hissiyotlari bilan tanishdik. Endi jang asosiy syujetga to'xtalsak. Menimcha qanaqadir qudrat istab bular ketishyapti. Bu qudratni ularga menimcha men bu havo sehrgari aytadi. Lekin mana bu dushmanlar kim? Sehr ishlatmasdan qurol bilan jang qilayotganlar. Men bu yoqda o'sha ular topib olgan havo sehrgari juda g'alati ko'rinishda. Menimcha yovuz bo'lib chiqishi ham mumkin bu. Bunaqa narsalar ko'p kino multfilmida bo'lgan. Endless were killed in the 100 years waiting for his return. If we want Dushmanlar bilan jang bo'lyapti. Qanaqadir qishloqlarga hujum bo'lib ketdi. To'g'risi aytsam, grafika o'zgargani menga boshqa Can build a new world. Welcome to boshqa animeni beryapti-da. Avatarni bermayapti. Team Avatar. Hech bo'lmaganda Koran grafikasiga ham tortmaydi-da bu. Koran grafikasida bo'lganda ham edi. Okey. Treyler menga yoqdi. Endi haqiqatni aytsam, aslida bu film tarqalib ketgan. Buni aytdim. Bu haqiqatmi emas o'zi. Lekin ko'rganim yo'q rostdan ham. Lekin shu editlarini ko'rganim hisobiga tarqalib ketganini bilaman-ku. Shuning uchun katta hissiyot bera olayotgani yo'q menga. Faqat ko'rib, syujetni analiz qilishga harakat qildim. Lekin film chiqqanda men ko'raman 25-iyulda. O'zbek tilida menimcha juda tez fursatda chiqadi, juda tez fursatda. Tomosha qilsanglar bo'ladi o'shandan keyin. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Film sizlarni qiziqtiryaptimi? Treyler yoqdimi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiringlar. Va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimda obunachilar bilan birgalikda streamda anime ko'ramiz. Sizlar ham qo'shilinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.